Men qaydaman qadrdonlar, aziz muxlislar. Men jonajon yurtimdaman, Buvaydadaman. Buvaydani ham eng gullagan, qadimdan gullagan bir maskanida dastlab adashim Sharq yulduzi deyiladi. Sharq yulduzi choyxonasidaman. Bu yulduzi porlagan choyxona desam adashmayman. Mana shu yerda hammalari ustozlarim bular, hammalari akalarimiz, ustozlarimiz. Mana biz qo'limizdan yetalagan Sobirjon Otaboyev biz ustozimiz. Ustoz, mana shu choyxona haqida bir qisqa lo'nda o'zingizni xotiralar yozsak ham bo'ladi. Marhamat. Avvalo xush kelibsizlar. Mana aziz mehmonlar sizlar. Mana bu joyda fayzli joy o'zi, yana sizlar ijodkorlar Toshkentdan kelib qatnashib turganlar yana fayz qo'shib fayz bag'ishladi. Bu joy shunaqangi tabarak joyki, biz mana shu yerda hammamiz shu tumanda qaysidir sohada ishlab, zohidlar ishlab nafaqaga chiqib, keksalik gashtini surib turgan bir ulfatlar to'plashib turamiz. Bu joy shunaqangi jihatdan yanada fayzliki, mana shu ko'rib turganlaringiz Qo'rani orqasidagi, devor orqasidagi ko'chada Rasulxon aka mana bu tomonda, mana o'ng tomonimizda mana shu. Butun nafaqat O'zbekiston, butun O'rta Osiyoga mashhur bo'lgan mashhur hofiz Rasulxon Mamadaliyevning hovlisi joylashgan. U kishini izlab kelgan juda ko'p ulug' odamlar bu bog'da qatnashib anjumanlar bo'lgan. U eslab qolganlarimiz, eshitganlarimiz, eslab qolganlarimiz, ko'rganlarimiz ba'zilarini, hatto o'sha akademik shoir G'ofur G'ulom, akademiklar Qori Niyoziy, Muhammadjon O'rozboyev va shunga o'xshagan mashhur hofizlar, Orifxon Hatamov, Orif Ali Mahsumov va boshqa shunaqangi mashhur hofizlar, juda ko'p mehmonlar, nufuzli mehmonlar, yozuvchilarimiz bir ajoyib joyda to'planishib turibmiz. Sizlarni kelganlaringiz bizni nihoyatda quvontirdi. Bu yana bizga ilhom bag'ishlaydi. Bu mana shu o'tirgan gap jo'ralarning ichida hammasi qaysidir sohada san'atga taalluqli. Kimdir hofiz, kimdir shoir, kimdir ijodkor, kimdir arxitektor, me'mor, kimdir mana hammamiz har xil sohalarda egalarimiz. Rahmat kelganlaringiz uchun xursand bo'ldik. Sog' bo'linglar, ustozlar, charchamanglar. Mana shu yerda mashhur hofiz ustozlarimiz mana o'tirishibdi. Keyin mana yana bir ustozimiz tandirlari Amerikada deysizmi? Amerikada, Yaponiyada mana tandirlari. Endi hali hunardan hunar deganday. Qani endi vaqtimizga qarab hozir Jamoliddin aka, Hoji aka bir to'rt qator qo'shiq ustozlar nimasidan bo'lsa yana yaxshi edi. Bag'ringda ulg'aydim erka toychoqdek, sochingga osilib tilla munchoqdek, quchog'ingda bir bor onajonim debay, onam bo'la qolgin o'zing buvaydam, oqlagayman bergan tuzing buvaydam, oqlagayman bergan tuzing buvaydam. Qoyil, tasanno. Albatta bu choyxonada ustoz Muhiddin Darveshov o'tirishgan, bu choyxonada qancha aziz ustozlar ruhlari kezib yuribdi, shod bo'lib yuribdi deb umid qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Biz ham mana shunday bir keksalik gashtiga yetkazishni Xudodan so'raymiz. Rahmat. Rasulxon ustoz Hofiz Xokisor, Qodir Dehqon akam Dilkash Biyozor, shoir Azam O'ktam, so'zin sehri bor Mirza Karim inmo didoringga zore, onam bo'la qolgin
o'zing bu aydam oqlagayman bergan so'zing bu aydam Qoyil. oqlagayman bergan so'zing bu aydam Qo'y, tasanno.